Rasman Rinat Faxriddinov va tojikistonlik Loik Rajabov UFC bilan xayrlashdi. UFC yana bir bor shuni ko'rsatdiki, bu yerda faqat jang qilishning o'zi yetmaydi. Agar sen gapira olmasang, trash talk qila olmasang, mikrofon oldida jim tursang, UFC sen bilan uzoq qolmaydi. Rinat va Loik oktagonda yomon jangchilar emas edi. Ammo bugungi UFC bu faqat sport emas. Bu shou, konflikt va hikoya. Jimlik, qiziqish yo'q. Trash talk, pay-per-view, media va pullar. Dan White davrida qoida bitta. Sen odamlarni qiziqtirmasang, sen ketasan. Ko'pchilik buni bilmaydi, lekin bizdan UFCdan ketgan jangchilar faqat Rinat emas edi. Oldinroq Mahmud Murodov va Saidyoqub Qahramonov ham xuddi shunday holatga tushgan. Ular hatto UFCdan haydalganini odamlardan eshitgan. Nima sababligini esa o'zlari ham tushunishmagan. Bu tasodif emas. Ularning barchasini birlashtiradigan bitta narsa bor. Ular yutardi, lekin jim yutardi. Media yo'q, shou yo'q, gap yo'q, obraz yo'q. Bugun UFC oddiy sport tashkiloti emas. Bu katta biznes va shou industriyasi. Bu yerda yo media jihatdan kuchli bo'lishing kerak, yo dahshatli super chempion bo'lishing kerak. O'rtacha darajadagi jim yurib jang qiladigan sportchi UFCga kerak emas. Hozir bizdan UFCda qolayotganlar kimlar? Bogdan Guskov bejiz emas top 10 ga kirib oldi. Bu daraja uni saqlab qolishi aniq. Ramazon Temirov qozog'istonlik dindoshiga qarshi jangni rad etdi. Oradan ko'p o'tmay murabbiylar nazoratidagi kamchiliklar sabab doping muammosi yuzaga keldi va u bir muddatga janglardan uzildi. UFCga kirdi va birdaniga yo'q bo'lib ketdi. Bu ham bir signal. Mening fikrim aniq. Agar sen UFCda jarohatlar bahonasida uzoq jim yursang, jangdan qochsang, mediadagi ovozing bo'lmasa, rosterdan chiqarib tashlanasan. UFC kutmaydi. Ular faqat doimiy harakatda bo'lganlarni qoldirishadi. Nursulton Ro'ziboyev UFCdan ketishi mumkinmi? Bugungi kunda Nursulton Ro'ziboyevning UFCdan haydalib ketish ehtimoli juda past. Buning sababi oddiy. U UFCga dahshatli tarzda kirib keldi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, braziliyalikmi, amerikalikmi yoki boshqa maktab vakilimi, Nursulton raqiblarini osonlik bilan yengib, tomoshabin va matchmakerlar e'tiborini darrov o'ziga qaratdi. U shunchaki yutmayapti, u ishontirib yutyapti. Aynan shu sabab UFC rahbariyati uni alohida kuzatmoqda. Buni Dan Whitening o'zi ham ochiq ko'rsatdi. Shavkat Rahmonov bilan jang qilish kutilayotgan Xoakin Baklini Nursultonga munosib raqib sifatida taklif qilindi. Bu tasodif emas edi. Agar Nursulton Baklini yutganida, bugun hamyurtimiz top 5 atrofida aylanayotgan bo'lardi. Bu daraja esa UFCda seni nafaqat saqlab qoladi, balki oldinga sudraydi. Eng muhimi, Nursulton UFC uchun tayyor mahsulot. Ringda portlamoqda, janglari tomoshabob, xarakter bor, media va reyting ham biroz bor. Shu sababli uni Rinat yoki boshqasi bilan solishtirish noto'g'ri. Islom Maxachev Rinat Faxriddinovning UFCdan bo'shatilishiga izoh berdi. Uning gaplari: Albatta, bu meni hayratga soldi. Rinat yaxshi ko'nikmalarga ega bo'lgan kuchli jangchi, lekin UFCga sotish va daromad keltira oladigan jangchilar kerak. Rinat esa shunchaki chiqib g'alaba qozonardi xolos. Men hatto zalimizdagi yigitlarga ham aytganman. UFCga hammani yengib, jim yuradigan oddiy yigitlar kerak emas. Ingliz tilini o'rganing, o'zingizni sotishni o'rganing. Tomoshabinlar uchun qiziqarli bo'lishni o'rganing, chunki butun Amerika shouni yaxshi ko'radi. Shuning uchun shou qilishni o'rganish kerak, dedi Islom Maxachev. Savol bitta: bizning jangchilar UFCda qoladimi yoki ketadimi? Bogdan Guskov top 10 da turibdi, demak qolishi aniq. Nursulton Ro'ziboyev portlovchi tomoshabob, xarakterli, demak qoladi va oldinga yuradi. Jim yutib, jim yo'qoladiganlar chiqib ketadi. Islom Maxachev aytganidek, UFCga faqat yengadigan emas, sotiladigan jangchi ham kerak. Endi savol sizga. Bizning jangchilar UFCda qolish uchun nima muhimroq? Faqat g'alaba plus shou plus media. Har doim jangga tayyor bo'lish yoki barchasi birgalikda. Kommentariyada bitta variantni yozing va nega shuni tanlaganingizni aytib o'ting. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.